ilmiy izlanishlar sifatli natija berishi va amaliy ahamiyat kasb etishi uchun ularning xalqaro miqyosda tan olinishi muhimdir. Shu maqsadda Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutiga xalqaro miqyosda tan olingan koreyalik olim, nufuzli ilmiy jurnallar muharriri Yong Illi tashrif buyurdi. Tashrif doirasida ilmiy ishlar va ilmiy maqolalarni samarali yozish, nufuzli jurnallarda chop etish yo'llari mavzusida ilmiy amaliy seminar tashkil etildi. Seminar davomida ishtirokchilar ilmiy maqola yozishning asosiy tamoyillari, xalqaro ilmiy jurnallar talablari va muharrirlar yondashuvi, maqolani yuqori reytingli jurnallarda chop ettirish bo'yicha amaliy tavsiyalar, muharrir nigohi bilan eng ko'p uchraydigan xatolar va ularni oldini olish yo'llari kabi muhim yo'nalishlar bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. It is first to start, maybe just a little bit, but later, 5 years later, it's like exponentially. I think that your stage is now it's a bottom, but it go up exponentially within 5 years, 10 years, and then you have to prepare. The world is big change, very fast change. Seminar yakunida institut rahbariyati tomonidan Yong Illiga faxriy professorlik unvoni tantanali ravishda topshirildi. Mazkur seminar ilmiy izlanishlarni xalqaro maydonga olib chiqish, ilmiy maqola yozish madaniyatini yuksaltirish hamda yosh tadqiqotchilar uchun muhim amaliy bilim va tajribalar berish yo'lida muhim qadam bo'ldi.